Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzumiz zira haqida. Zira urug'i me'daning surunkali xastaligida, ichak, jigar, buyrak tosh kasalliklarida malham bo'la oladi. Urug'dan tayyorlangan choy ishtahani ochadi. Bu zira choy quyidagicha tayyorlanadi. 1 litr hajmdagi idishga qaynoq suv, yarim choy qoshiq zira urug'i, ko'k yoki qora choy solib damlanadi. Past olovda 10 daqiqa mobaynida qaynatiladi. So'ng choy singari taomdan oldin yoki keyin ichiladi. Zira urug'i, dala choy va tog' rayhon aralashmasi bot, bo'g'imlarda tuz yig'ilganda tavsiya etiladi. Ovqat hazm yo'llari shamollashida va uning ish maromi buzilishida zira muhim rol o'ynaydi. Zira me'da shirasini ishlab chiqarishni kuchaytiradi. Bu ta'siri bilan me'da shirasi dorisiga teng keladi. Shu bilan birga o't haydovchi, peshob haydovchi omil sifatida qadrlanadi. Salomat bo'ling.